Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan tanishadigan ma'ruza mavzumiz maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik tarbiyani tashkil etish deb nomlanadi. Ma'ruzamiz quyidagi rejalardan iborat. Birinchi rejamizda ekologik tarbiya berishning nazariy asoslari haqida ma'lumot beriladi. Ikkinchi rejamiz tabiatga munosabat odobini tarbiyalash va uchinchi rejamiz maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo'llari, shakllari, tabiat burchagidagi ishlar haqida fikr mulohazalar yuritiladi. Foydalangan adabiyotlarimiz mana ko'rinib turibdi. Tanishib o'tadigan bo'lsak, Feruza Qodirova va Toshpo'latovalarning maktabgacha pedagogika hamda Sodiqovaning maktabgacha pedagogika adabiyotlari va Qayumovaning maktabgacha pedagogika kabi adabiyotlardan biz foydalanishimiz mumkin ekan. Ekologik tarbiya berishning nazariy asoslari. Bugungi kunda insoniyat xavf ostida qoldirilayotgan hodisalardan biri hammamizga ma'lumki, bu ekologik vaziyat hisoblanadi. Jamiyatning atrof muhit bilan o'zaro buzilgan aloqasi keng jamoatchilik orasida katta tashvish uyg'otmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 50-moddasida fuqarolar atrof, tabiiy muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar. 55-moddasida esa yer osti boyliklari, suv, o'simlik va hayvonot dunyosi hamda boshqa tabiiy zaxiralar umummilliy boylikdir. Ulardan oqilona foydalanish zarur va ular davlat muhofazasidadir deyilgan. Insonning tabiiy boyliklardan haddan tashqari ortiqcha foydalanish oqibatida sayyoramizning qiyofasi o'zgarib bormoqda. Yashil o'rmonlar siyraklashib, o'simlik va hayvonot turlari hamda foydali qazilma boyliklarini tugab borayotganligi, suv havzalari va atmosfera havosining ifloslanishi, chiqindi moddalarning ortib borishi natijasida aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash, energiya va chuchuk suv muammolari borgan sari murakkablashmoqda. Oqibatda million yillar davomida turg'un bo'lgan tabiiy boyliklarimizga putur yetmoqda. Ekologiya bu tirik organizmlarning bir-biri bilan, atrof muhit bilan aloqalarini o'rganadigan fan hisoblanadi. Ekologik bilim bu tirik tabiatning tuzilishi, rivojlanishi, o'zgarishi, yer yuzidagi tirik jonzotlarning holati, ularning bir-birlari bilan atrof muhit o'rtasida bo'lib turadigan munosabatlarni, tabiiy boyliklarning son va sifatini, hajmini, xillarini hamda ularni saqlash va tejamkorlik bilan foydalanish yo'llarini o'zlashtirishdan iboratdir. Ekologiya so'zi o'zi lotincha so'zdan olingan bo'lib, eko uy-joy, yashash joyi, manzil, logos esa fan degan ma'nolarni bildiradi. Darhaqiqat, bugungi pedagogika fani oldidagi eng dolzarb muammolardan biri mana shu yoshlarimizga yoshlikdan boshlab ekologik ong va madaniyatni shakllantirish. Bu benihoya uzluksiz ta'lim tizimining bosh bog'ini hisoblangan maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi tarbiyalanuvchi bolalarga qaratilyapti. Demak, bizni galdagi vazifamiz aynan maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab bolalarimizga tabiatga bo'lgan mehrini uyg'otish, tabiatni asrab avaylash, tabiat bizning yashaydigan uyimiz ekanligi, undagi har bir o'sha jonli jonsiz predmetlar biz uchun aziz ekanligini va ularga yoshlikdan boshlab ekologik ong va madaniyatni shakllantirish va bu orqali bolalarni vatanga bo'lgan muhabbati, his-tuyg'ularini shakllantirish, vatanni asrab avaylash, vatanni g'animlardan himoya qilish va ularni tabiatni asrab kelgusi avlodlarga yetkazish kabi tushunchalarni ularda mana shu maktab yoshidan boshlab tushuntirish eng asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Demak, ekologik ta'lim va tarbiya bu insonni tabiatga qadam qo'ygan vaqtdan boshlab butun hayoti davomida tabiatdan ongli ravishda foydalanishga, psixologik axloq odob yuzasidan xalqimizning tabiatga hurmat va ehtirom bilan qaraydigan urf-odatlarini, udumlarini tarbiyalash, tabiiy boyliklarni ko'paytirish, bog'-rog'lar va gulzorlarni tashkil qilishga undashdir. Insonlar qalbida yaxshi hislatlar
uyg'otishdan iboratdir. Ekologik tarbiyani maqsadi insonni o'rab turgan tabiiy muhit va uning boyliklarini biladigan, undan tejamkorlik bilan foydalanadigan, tabiat boyliklarini ko'z qorag'ich asraydigan, tabiat boyligiga, go'zalligiga go'zallik qo'shadigan, ijtimoiy va tabiiy qonunlarni biladigan bilimdon shaxsni yetishtirishdir. Ekologik madaniyatning tarkibiy qismlari. Bu ekologik bilimlarni shakllantirishda albatta ularni o'qitish, o'rgatish, tabiatga bo'lgan ularni munosabatlarini shakllantirish, tabiatga bo'lgan qiziqishi, tabiat haqidagi bilimlarni tizimlashtirish va tabiatga munosabat hissini uyg'otish, tabiatga ekologik munosabatni tarbiyalash, ekologik tafakkurni takomillashtirish, tabiatga albatta munosabat, odobi va motivlarni shakllantirish bu ekologik madaniyatning tarkibiy qismlari hisoblanadi. Endi mana o'rta asrlarda yashab ijod etgan sharq allomalaridan Muhammad Muso al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Biruniy, Abu Ali bin Sino va boshqalar tabiat fanlarining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan mutafakkirlarimizdan biri hisoblanadi. Ular hali ekologiya fani dunyoga kelmagan davrda ham tabiat va undagi muvozanat, o'simliklar va hayvonot dunyosi, tabiatni e'zozlash haqidagi qimmatli fikrlarni aytib o'tganlar. Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish yo'llari, shakllari, tabiat burchagidagi ishlar bilan tanishadigan bo'lsak, bolalar xulq-atvorida ekologik madaniyat, ekologik bilimlar, amaliy ko'nikmalar, estetik tajribalar asosida shakllanadi. Maktabgacha yoshdagi bola tirik mavjudotlarga hamdard bo'lishni o'rganishi kerak. Jonli mavjudot xafa bo'ladi, uni sevish kerakligi, hayvonlarga ozor berish mumkin emas, tabiat yaratgan narsalarni yo'q qilishga bizni haqqimiz yo'qligini, biz bolalar ongiga o'zimizni o'rab turgan olam barchamizni yashaydigan ulkan uy kabi tuyg'ularni uyg'otishimiz lozim ekan. Ekologik ta'limning asosiy shakllari. Demak, to'g'ridan to'g'ri ta'lim faoliyati bu faoliyat bolalarni tabiat bilan tanishtirish ishlarini tashkil etishning yetakchi shaklidir. Ekskursiyalar, ekologik bayramlar va hordiq, kundalik hayotda bolalarni tabiat bilan tanishtirish. Mana biz quyidagi suratda demak, kichik maktab yoshidagi bolalarda tarbiyachi pedagog gullarga o'sha suv quyish, ularni parvarish qilish, ularga mehr uyg'otish va bular inson hayoti uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi haqidagi mana o'sha davra suhbatini ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda yurtimizda maktabgacha ta'lim sohasida alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan ilk qadam davlat o'quv dasturi, maktabgacha ta'lim davlat standarti, maktabgacha ta'lim konsepsiyalarining ishlab chiqilishi va tatbiq qilinishi umumiy pedagogik jarayonning muhim qismidir. Har qanday jarayonda bo'lgani kabi tarbiyachilar ham o'zlarida mavjud bo'lgan barcha ta'lim usullaridan foydalanishlariga harakat qilishlari lozim. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik ta'lim berishning bir necha shakllari mavjud. Demak, vizual, amaliy hamda og'zaki. Vizual usullarga demak 100 marta aytgandan ko'ra 1 marta ko'rsatgan ma'qul. Ayniqsa bolalar va ularning tabiat bilan munosabatlari haqida. Ekologik ta'limda vizual usullar, kuzatishlar, rasmlarni ko'rish, modellarni namoyish qilish va slayd show. Vizual usullar bolalarning bilim faoliyati imkoniyatlariga to'liq mos keladi. Ularga tabiat to'g'risidagi jonli aniq g'oyalarni shakllantirishga imkon beradi. Demak, biz mana quyidagi suratda tarbiyachi pedagogning mana shu rasmlar orqali bolalarga ekologik tarbiya yoki tabiat bilan tanishtirish, o'simliklar dunyosi va ularning yashash, o'sish jarayoni va ularning inson faoliyatida o'rni haqida suhbat olib borayotganligini kuzatishimiz mumkin ekan. Amaliy usullarda modellashtirish, tajribalar, o'yinlar shaklida olib borilishi mumkin. Demak, bu albatta ushbu usullardan foydalanish tarbiyachi pedagoglarga alohida obyektlar va tabiat hodisalar o'rtasidagi aloqalar va munosabatlarni o'rnatish orqali fikrlarni aniqlashtirish va chuqurlashtirish, olgan bilimlarni tizimga kiritish imkonini beradi. Amaliy usullar bolalarning ekologik madaniyatga to'liq qo'shilishi uchun juda muhim hisoblanadi.
Demak, og'zaki usullarda biz hikoyalar, badiiy asarlar, suhbatlar, og'zaki usulda bolalarda tabiatga nisbatan emotsional ijobiy munosabatni shakllantirishga yordam beradi. Og'zaki usullardan biri bu badiiy adabiyotni o'qish. Bu o'quv dasturi tomonidan tavsiya etilgan maxsus ekologik adabiyotlar yoki mumtoz yozuvchilarning asarlari bo'lishi mumkin. Hozirda ko'plab mualliflar tabiat, hayvonot dunyosi, atrof muhitni muhofaza qilish muammolariga e'tibor bergan holda o'z kitoblarini nashr qildirishyapti. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarda ekologik bilimlarni berishda o'yinlarning ahamiyati beqiyosdir. Didaktik o'yinlar jarayonida bolalar tabiat hodisalari, o'simliklar, hayvonlar to'g'risida o'z fikrlarini aniqlaydilar, birlashtiradilar, ko'rib chiqadilar. Didaktik o'yinlar bolalarga tabiat obyektlari bilan ishlashda imkon beradi, ularni taqqoslaydi, individual tashqi belgilaridagi o'zgarishlarni qayd qilishadi. Demak, tabiatni o'rganish jarayonida o'sha tabiatga munosabat odobini tarbiyalashda biz quyidagi didaktik o'yinlardan misollar keltirishimiz mumkin. Tabiatni o'rganish o'yini. Bu o'yin mashg'uloti shu vaqtga qadar rasmlar tarzida o'tkazilar edi. Bu sizga demak rasmsiz variantni tavsiya etmoqchimiz. Bu o'yin ham bolalarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirishiga va o'simliklar, hayvonlarni nomlarini, qaysi guruhlarga mansubligini o'rganishga samarali yordam beradi. O'yin sharti quyidagicha ekan: tarbiyachi bolaga bir guruhga mansub bo'lgan 3 ta yoki 4 ta narsa nomini aytadi. Bolalar ularning umumiy nomini aytishi kerak. Masalan, tarbiyachi ot, qo'y, sigir, buzoq so'zlarini aytsa, bola esa ot, qo'y, sigir, buzoq, uy hayvonlari deb umumiy nomini aytishadi. Tarvuz, qovun, handalak, poliz mahsulotlari, olma, uzum, shaftoli, anor, mevalar deb ayta olishi kerak. Yoki avval nima bo'lgan edi o'yini. Bu o'yin ham bolalarga albatta tarbiyachi tomonidan o'sha aytilgan narsani avval nima bo'lganini aytish kerak. Masalan, jo'ja, tuxum, ot, toychoq, kapalak, qurt kabilar. Bundan tashqari bittadan ko'p ma'noga ega bo'lgan so'zlardan ham foydalanish mumkin. Masalan, non, un, bug'doy, stol, yog'och, daraxt, urug'. Demak, daraxt, urug' bo'lishi mumkin. Ko'ylak deganda mato, ip, paxta, chigit. Yoki taqqoslash o'yinlari mana techizma orqali nima qilish mumkin, ko'rsatib berilishi mumkin ekan va unda o'yin tasvirlashga asosan tok. Bunda mana stol ustida mana shu gullar qo'yiladi va ularni ko'rinishiga nisbatan tavsiflanadi va bolalar bu qaysi gul ekanligini tarbiyachi pedagog so'zlardan anglab olishi va tanlashi kerak. Bu qaysi qush o'yinlari? Maqsad bolalarga qushlar qanday tovushlar chiqarishi haqidagi bilimlarni mustahkamlash va R harfini aniq talaffuz etishga ham o'rgatilar ekan. Material qushlarning rangli rasmlari jarayon tarbiyachi qushlarning tovushga o'xshash tovush chiqaradi. Bolalar rasmga qarab shu tovush qaysi qushga tegishli ekanligini topadilar. Masalan, kim o'sha nima kar deb qichqiradi yoki Sobirjon shu qushni ko'rsatchi deb nimada bolalarga nima qilinadi, topshiriqlar beriladi. Bolalar esa bu topshiriqlar asosida qushlarni ovozi va rasmiga mos tarzda tanlaydi. Yoki sehrli poyezd o'yini, bu ham juda qiziqarli o'yin hisoblanadi. Yoki bo'lmasa xatoni top o'yini orqali o'yinda nima uchib ketadi yoki nima qoladi kabi topshiriqli mana shu ko'rgazmali qurollardan foydalanish mumkin. Yoki ekologik topishmoqlardan foydalanish mumkin. Bunda mana yo'l to'ni bor, odam qo'rqar, turqi bor. Yoki ola qamchi uradi, chumchuqlarni qiradi kabi demak topishmoqlardan foydalanish mumkin. Tajriba metodi bu maxsus tashkil etiladigan sharoitga olib boriladigan kuzatuv. Tajriba nafaqat bolalarga tabiatga bo'lgan qiziqishni shakllantirishga yordam beradi, balki ularni kuzatuvchanligini, aqliy faoliyatini rivojlantiradi. Har bir eksperimentda kuzatilgan hodisalarning sababi aniqlanadi. Bolalar demak hukmlardan xulosa chiqarishga o'rganadi. Ekskursiya biz bilamiz
asosiy faoliyat turlaridan biri hisoblanadi va maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash bo'yicha ishlarni tashkil etishning maxsus shakli desak ham bo'ladi. Ekskursiyalarning afzalligi shundaki, ular bolalarni tabiat sharoitiga, tabiat obyektlari va hodisalari bilan tanishtirishga imkon beradi. Ekskursiyalarda bolalar o'simliklar, hayvonlar, shu bilan birga ularning yashash sharoitlari bilan tanishadilar. Bu esa tabiatdagi munosabatlar to'g'risida birlamchi g'oyalarni shakllantirishga yordam beradi. Bolalarni estetik tarbiyalashda, ularning tabiat hodisalari va obyektlariga estetik munosabatni shakllantirishda ekskursiyalarning o'rni benihoya katta ta'sir ko'rsatadi. Demak, biz mana tabiat burchagidagi o'sha bolalar olib boriladigan ish jarayonlari bilan ham tanishishimiz mumkin va tabiat burchagidagi ishlar. Tabiat burchagining muhim tomoni yana shunday ekanki, unda bolalar har kuni, demak, o'simliklarning o'sishi, gullashini kuzatadilar. Tarbiyachi rahbarligida bolalar tabiat burchagida o'simlik va hayvonlarni sistemali ravishda kuzatib, parvarish qilib boriladilar. Natijada o'simlik va hayvonot dunyosining rang-barangligi, ularning o'sish va rivojlanishi, ular uchun qanday shart-sharoitlar kerakligi to'g'risida tasavvur va tushunchalarni egallab boradilar. Demak, biz mana tabiat burchagida turli xildagi o'sha bolalarni, qushlarni va hayvonlarni parvarish qilish jarayonlarini kuzatishimiz mumkin va bu orqali bolalar hayvonlar nima bilan oziqlanishi va ularning ko'payishi, deymiz, o'sishi va inson faoliyati jarayonida ularning muhim ahamiyati tomonidagi tasavvurlarni shakllantirishimiz mumkin ekan. Bugungi, demak, ma'ruzada beradigan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.